Kechki soat 11:30 sekin bularni sug'orib o'tirib bir xayol kelib qoldi. Bir dona o'rdak jo'jasi o'tgan yil 30 mingdan zo'rg'a oluvdik. Endi bu yil qanaqa narx bo'ladi bilmadim. Bir donasi 30 ming so'm, 100 donasi 3 million. Mingtasi 30 million bo'lib ketar ekan. Voydod. Bir vahimali ham eshitadi 30 millionchi. Bitta xudo nasib qilsa 160 ta o'rdak, o'rtacha 40 tasi xo'roz, 120 tasi makon. 100 ta makon kuniga endi minimumdan ham minimum hisoblash kerak edi. 50 tadan tuxum tug'ib tursa, shu dahshat o'tib ketib borar ekan, ha? Hali birotta videosini ko'rib, men ham tasavvurchan bo'lib qolibman. Tasavvur qilib fermerga chiqyapti aka. Tasavvur qilyapmiz, qancha o'tib ketishini. Boqing, riskovat qiling, men ham riskovat qildim bunga. Nasib bir kamimizni to'ldirib olamiz da, men qarang. 50 ta boqing, 10 ta xo'roz, 40 ta makon. 40 ta makon kuniga 20 tadan tuxum tug'sa ham 10 kunda 200 ta. O 200 tadan sotishingiz mumkin, inkubatorga qo'yib ochilishingiz mumkin. Hazilakam summa bo'lib ketmayapti shunda ham. Lekin eplab olgandan keyin shunaqa summa keladi, shunday xudo xolasa. Men ham sal vahimadaman, sababi eplab olish borda, yem ham o'zi pochkani ortib qo'yyapti, yem hazilakam yem ketmayapti. Qishdan amallab chiqib oldik. Ularni ko'rishni nasib qilsa avvalo. Maslahat, baribir riskovat qilib ko'ring. O'rdak, oddiy o'rdak deymiz, lekin bunday summaga kelgan paytda balki bahorga chiqib bular tuxum tug'ib, balki biz aytgan reja o'xshamasligi mumkin. Lekin riskovat qildikda shu narsaga ham. Bir gap bo'lar, hamma yoq tavakkalchilik bilan boshlanadi.